Shukrona yozsam qarzdan qutulamanmi, shukrona yozsam uy olamanmi deb o'ylashadi. Javobim ha va yo'q. Endi nega yo'q deyman? Agar inson faqat natija uchun mana shuni yozsam qarzimdan qutulaman, shuni yozsam uy olaman, shuni yozsam bolam tuzaladi deb yozsa bu bo'lmaydi. Chunki biz sababini yozishga qaratib qo'ydik va bizda kutuv paydo bo'ladi. Qachon? Necha kun yozsang? 3 kun yozing, qani? 1 hafta yozing, qani? degan kurash paydo bo'ladi. Bu yerda na bir ijobiy energiya, na bir ijobiy quvvat, na bir shukronalik hissi paydo bo'ladi. Qaytanga rus tilida aytganda разочарование deydi. Men qildim, qani deydi. Shuning uchun biron bir natijani ko'zlab, biron bir natijani kutuvi bilan shukrona yozsangiz, u sizga ishlamaydi. Shukr hissini kuchaytirish uchun shukrona yozsangiz, inshaalloh natijasini o'zingiz kutgandan ham ko'p olasiz.